Reklama qilishim kerak. Produktimni xaridorlar yaxshi tanimagani uchun sotuvlarim yaxshi rivojlanmayapti deb o'ylayotgan bo'lsangiz, to'g'ri qaror qabul qilgansiz. Lekin siz distributsiya yo'nalishida bo'ladigan bo'lsangiz, agar distributsiyangiz yaxshi rivojlanmagan bo'lsa, reklama sizga hech qanaqa foyda bermaydi. Agar juda ham katta budjetingiz bo'lmasa, juda ham ko'p reallikda, ya'ni O'zbekiston sharoitida ko'rdik, juda ham katta budjet bilan O'zbekiston bozoriga kirib kelgan mahsulotlar juda ham qisqa vaqtda chiqib ketdi. Bugungi videoda sizlar bilan distributsiya yo'nalishida marketing budjetini to'g'ri yo'naltirish, marketing budjetini qayerga sarflashingiz kerak, sotuvni qanaqa oshirsangiz bo'ladi. Ya'ni umumiy holatda distributsiyada marketing taraflama hamma go'shtli ma'lumotlarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Keling bir boshdan boshlaymiz. Umumiy holatda marketing ikki turga bo'linadi: brend va trade marketing. Aynan sizning yo'nalishingizda distributsiya sohasida trade marketing asosiy o'ringa chiqadi. Bugungi umumiy suhbatimizda ham trade marketing haqida boradi. Endi uni ichiga nazar soladigan bo'lsak, trade marketingda sotuvlarni oshirishingiz uchun ikki xil strategiya bor: push va pull strategiyalar. Bu nima deydigan bo'lsangiz, push strategiyasi hozirgi AKBlaringiz, ya'ni aktivniy klientskiy bazangizni yanada ko'paytirish, yanada oshirish va u yoqdagi tochkalardagi polkangizni kengaytirish, o'rtachaga oshirish uchun har bir qilinadigan strategiyalar qadamma ketma-ketligi push strategiyasi ichida jamlangan. Pull strategiyasi bo'ladigan bo'lsa, konechniy, ya'ni iste'molchi uchun qilinadigan qadamma ketma-ketlik. Bu bo'lishi mumkin SMM, content marketing, PR yoki bo'lmasa ko'chadagi bannerlar, ya'ni iste'molchi uchun qilinadigan har bir qadamlar pull strategiyasida amalga oshiriladi. Xo'p, agar sizning budjetingiz katta bo'ladigan bo'lsa, siz ikkalasini amalga oshirishingiz mumkin. Lekin budjetingiz cheklangan holatda sizga men pull strategiyasidan ko'ra push strategiyasini amalga oshirishni birinchi navbatda tavsiya qilgan bo'laman. Nimaga? Keling bir boshdan misollar bilan ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, hozirgi holatingizda sizda AKBingiz 1000 ta tashkil qiladi, OKB 5000 ta. Ya'ni siz umumiy holatda 20% gina bozor egallagansiz, tochkalarda borsiz. Endi siz FMCG bozorida bo'ladigan bo'lsangiz, siz pull strategiyasini amalga oshirdingiz. Sotuvlaringizni oshirish uchun hamma qo'ygan SMM yo'lini tanladingiz va SMMchini chaqirdingiz. U sizga to'g'ridan to'g'ri SMM tavsiya qiladi va bu bo'yicha ish boshladingiz. SMM qilganingizdan keyin sizni xaridor iste'molchi sifatida sizning mahsulotingizni reklamalarda, SMMda, Instagramda yoki billboardda, televizorda ko'rdim va uni xarid qilish uchun savdo tochkasiga bordim. O'zim mahallamdagi yoki Korzinka istalgan savdo tochkasiga bordim va sizning mahsulotingizni qisman bo'lsa ham qidirdim, lekin siz mahsulotingiz o'tda yo'q ekan. O'z-o'zidan ko'rinadi. Agar o'ttiz mahsulotingiz bo'lmasa, men sizni FMCG bozorda yana boshqa do'konlarga borib qidirib yurmayman. Ko'zimga ko'ringan eng yaxshi alternativ yoki bo'lmasa boshqa bir konkurentingiz olib, bu yerdan chiqib ketaman. Bu yerda siz qilgan budjetingiz, men uchun sarflagan, do'konga olib kelishingiz uchun qilingan menga sarflangan budjetingiz bu yerda havoga uchib ketadi. Shuning uchun agar sizda umumiy holatda AKBingiz OKBga nisbatan juda ham kam bo'ladigan bo'lsa, pull strategiyasiga nisbatan push strategiyasini men tavsiya qilaman. Xo'p, push strategiyasi bo'yicha marketing tarafida nimalar qilsa bo'ladi? Qanaqa qadamlar bor? Qanaqa sotuvni amalga ko'proq oshirishingiz mumkin? Bu narsani endi birgalikda ko'rib chiqamiz. Pull marketingdan push marketingga qaratasiz. Xo'p, push marketing nimalar qilsa bo'ladi? Keling bir qator ko'rib chiqamiz. Push marketingda sotuvlaringizni oshirish uchun birinchi o'rinda qiladigan ishingiz siz AKBlaringizni ko'paytirishingiz kerak. AKBlarni ko'paytirganingizda to'g'ri, umumiy o'rtacha chek tushib boradi, lekin umumiy holatda daromadingiz ham, sotuvlaringiz ham oshadi. Endi ikkinchi navbatda AKBlarni ko'paytiryapsiz, ikkinchi navbatda polkadagi o'rningizni oshirishingiz kerak. Nimaga? Bu eng asosiy faktorlardan bittasi. Sababi polkada o'rningiz kam bo'ladigan bo'lsa, psixologiya taraflama, mijoz, ya'ni iste'molchi do'konga kirganda polkada kattaroq joy egallagan mahsulotni olish ehtimolligi juda ham kattaroq bo'ladi. Chem kichik joy egallagan mahsulotga nisbatan. Shuning uchun ikkinchi o'rinda asosiy qiladigan ishingiz polkadagi o'rningizni oshirish. Endi yana sotuvni rivojlantirish uchun uchinchi qadam bor. Bu yangi kanal ochishingiz mumkin. Bu yangi kanal nima bo'lishi mumkin? Siz hozirgi sotayotgan mahsulotingizni to'g'ri-to'g'ri iste'molchiga sotishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa onlayn formatga, yangi hududga o'tishingiz mumkin. Mana shu ham sizni umumiy sotuvingizni rivojlantirish uchun yana bir qadam hisoblanadi. Endi umumiy holatda yana bitta eng asosiy narsa bor. Bu merchandising deb aytiladi. Ya'ni sizni mahsulotingiz polkada qanaqa turishi, odamlarni jalb qilish uchun qilinadigan post materiallar ham mana shu marketingning ichiga kirib ketadi. Ya'ni shu narsaga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, umumiy birinchi qadamda siz sotuvlaringizni qisman bo'lsa ham sotuvingizni oshirishingiz mumkin. Bu hali hammasi emas, keling yanada chuqurlashamiz. Yuqorida tasavvur qilamiz, sizda 1000 ta AKBingiz bor. 1000 ta AKBni ta'minlab turish uchun X miqdorda sotuv agentlarini ishga olgansiz. Sotuv agentlari har biri misol tariqasida bir hafta davomida 100 ta do'kon kiradi, har biriga bir marotadan. Bu juda ham katta xato.
Agar siz bir marotaba kirishini o'rniga AB segmentatsiyaga o'tadigan bo'lsangiz, aniq ayta olaman, qisman bo'lsa ham sotuvlaringiz ma'lum miqdorda oshadi. Nimaga? Sizni mahsulotingizni do'kon egasi olayotgan vaqtida bir haftalik mo'ljallab turib ko'p qismda olmaydi, katta ob'yemda olmaydi. Nimaga? Pul muzlab qolishi, turib qolishi yoki ertaga kimgadir pul berishi uchun cheklangan miqdorda oladi. Hafta oxiri kelganda agar agentlar kirmasa, sizda out of stock, ya'ni polkada sizni mahsulot tugab qolishi va sotuv o'z-o'zidan tushishini keltirib chiqaradi. Shuning uchun sizda A kategoriyadagi, ya'ni sizda ko'p sotiladigan, sizga ko'p marjlarni, sizga ko'proq sotib olib kelib beradigan mijozlarga, sotuv tochkalariga haftada bir marotaba emas, 2 marotadan sizni agentlaringiz kirishini ta'minlaydigan bo'lsangiz, sizda yuqori aytganimizdek minimum darajada sotuvlaringiz oshadi. Klientik bazangizni ABC kategoriyaga bo'ladigan bo'lsangiz, yana bitta zo'r joyini aytaman. Bu nima? A kategoriyada bilasiz, sotuvlaringiz zo'r. Yaxshi sotuv bor. Unga yana yangi produkt beradigan bo'lsangiz, hech ikkilanmasdan sizning produktingizni o'zining polkasiga qo'yib beradi. Lekin C kategoriyada bilasiz, u sotuv past, zo'r sotuv qilyapti. U do'kondan chiqib ketish ehtimolligingiz ham bor, lekin agentlar yana yangi mahsulotlarni unga tiqishtirib, bezdirib qo'yapti. Bu holatda C kategoriyadan agar bo'lib oladigan bo'lsangiz, bilasiz, agentga ham siz to'g'ri tezak bera olasiz. Bunga faqatgina hadovoy mahsulotlarni bergan. Eng tez sotiladigan, u ham qisman foyda qilsin, siz ham foyda qila oladigan mahsulotlarni siz unga berasiz va bu yoqda ikki yoq tarafdan win-win bo'ladi. Ya'ni ABC kategoriyaning yana bitta plyusi, ya'ni shu yuqorida aytgandagi to'g'ri podachani to'g'ri unga taklif bera olish. Umumiy sotuvlaringizni oshirishingiz uchun yana bitta asosiy foydali instrument bu chegirma va bonuslar. Chegirma va bonus berishingizdan oldin bitta narsani siz aniqlashtirib olishingiz kerak. Chegirmani men xaridorga beramanmi yoki iste'molchiga? Ya'ni bu narsani siz aniqlashtirib oladigan bo'lsangiz, yaxshiroq natija olasiz, yaxshiroq effekt olasiz. Chegirma berayotganingizda yana bitta narsaga siz e'tibor qaratishingiz kerak. Ya'ni bu nima? Siz A produktingizga chegirma berdingiz, lekin B produktingizga chegirma bermadingiz. Bu holatda A toifadagi produktingizga chegirma berganingizda B toifadagi produktingiz eng ko'pida 20% ga tushishi kerak. Agar undan oshib ketadigan bo'lsa, sotuvi bu A toifadagi produktingiz B toifadagi produktingizni chegirma orqali yeb qo'ygan bo'ladi. Bu sizga natija taraflama, effekt taraflama yaxshi natija bermasligi mumkin. Shuning uchun ham bu nazorat qilishingiz kerak. Agar B toifadagi produktingiz A ga chegirma bergan tushib ketadigan bo'lsa, buni qanaqadir umumiylashtirib chegirma berishingiz sizga tavsiya etiladi. Umumiy holatda siz uchun trade marketing bo'yicha qisman bo'lsa ham ma'lumot bera oldim deb o'ylayman. Bu narsa agar sizning biznesingizga foydali bo'ladigan bo'lsa, men xursand bo'laman. Agar sizni hozirgi holatingiz mana shunga o'xshagan 20% bo'lmasa, 50% dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, tabriklayman, siz bemalol push strategiyasi emas, umumiy holatda pull strategiyasini amalga oshirishingiz mumkin. Lekin agar 50% dan past bo'ladigan bo'lsa, sizga tavsiya qilardim, yuqorida aytganimdek, birinchi e'tiboringizni push strategiyasiga qaratishingizni. Agar sizga trade marketing bo'yicha aniq sonlar bilan ishlaydigan, aniq strategiyalar amalga oshiradigan kompaniya kerak bo'ladigan bo'lsa, marketing xizmatingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bu videoni ko'rdingiz, qisman ma'lumotga ega bo'ldingiz. Hozirroq bizga murojaat qiling. Shaxsan o'zim sizga aloqaga chiqaman. Sizga ma'lum bir vaqt belgilab turib, siz bilan umumiy kompaniyangiz audit qilamiz va strategiya ishlab chiqamiz. Agar bu strategiya sizni qoniqtiradigan bo'lsa, siz bilan hamkorlik ishni boshlaymiz.